iPhone. Nimaga mobilograflar, content makerlar, blogerlar, boy insonlar aynan iPhone ishlatishadi, bilasizmi? Chunki bu brend hisoblanadi. Bu komfort. Odamlarga iPhone mahsulot sotmaydi. Bu emotsiya sotadi. Nimaga bizi mobilograflar, blogerlar Android telefonlarini ishlatmaymiz? Hozirgi vaqtda e'tibor bergan bo'lsangiz, Android telefonlar ham juda ham kuchli. Men sizlarga hozir bitta Android telefonda qilgan videomni ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Buni men oddiyroq Android telefonda syomka qilganman, lekin juda ham yaxshi stabilizatsiyasi, kamerasi yaxshi bo'lgani bilan ham baribir ham siz iPhone'dagi o'z imkoniyatlaringizni ko'rsata olmaysiz. Ya'ni iqtidorlaringizni Android telefonda chiqarib bera olmaysiz. Bizga iPhone bu imkoniyatni beradi. Biza iPhone telefonlari orqali o'zimizni iqtidorimizni, o'z kuchlarimizni ko'rsatishimiz mumkin. Bu gaplarni o'zi nimaga aytyapman? Hozir iPhone telefonini misol keltirganimdek, bozorda mobilografiya kurslari juda ham ko'payib va sifatsiz bo'lib ketgan. Siz bu kurslarda o'qiganingiz bilan baribir o'zingizni xuddi Androiddek his qilasiz. Hech nimaga erisha olmaysiz. O'z iqtidorlaringizni ko'rsata olmaysiz. Aynan men shuning uchun ham Pro Mobilografiya 4.0 kursimga start bermoqchiman. Meni endi ko'rib turgan, tanimagan, bilmagan odamlar uchun men o'zimni ozgina tanishtirib o'taman. Meni ismim Otaxonov Shuhrat, yoshim 22 da. Bu sohada 5 yildan beri faoliyat yuritaman. Videograf, mobilograf. Nimaga videograf? Chunki yaqinda o'zimga kamera sotib oldim. Sony A7 uning narxi $3000 ga yaqin hisoblanadi va albatta montaj qilish uchun ham ko'rib turganingizdek kompyuter sotib oldim. Buning narxi $1500 ga yaqin. Bu narsalarni men hech qanaqa qarzga yoki kreditga sotib olmaganman. Ota-onamdan ham pul so'ramaganman. Hammasini o'zimning kuchim va mana shu mobilografiya sohasi orqali sotib olganman. Bu soha meni 180 gradusga o'zgartirib yuborgan va menda o'qigan barcha shogirdlarimni hayotini ham. Men sizga o'zimning shogirdlarimning natijalarini ko'rsatmoqchiman. Shu vaqtgacha 100 dan ortiq shogirdlar chiqarganman, o'quvchilar o'qitganman va ularning hammasini men sizga hozir bu videoda ko'rsatmoqchi emasman, xavotir olmang. Va ayrimlari va eng yaxshilarini men sizlarga hozir bir nechtasini ko'rsatib o'taman. Birinchi navbatda men sizlarga onlayn kursimda o'qigan shogirdlarimning natijalarini ko'rsatmoqchiman. Birinchi o'quvchim Begimqulov Xurshid, yoshlari 22 da. Sirdaryodan. Hozirgi proyekt soni bitta, lekin qo'shimcha zakazlar orqali hozirgi daromadi $500 hisoblanadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ozgina yaqinlashtirib ko'rsataman. Menga yozgan o'zini kommentariyasi va haqiqiy otsiv hisoblanadi. Shu orqali hayotimni o'zgartirgan deb bemalol aytsangiz bo'ladi. Chunki shu mobilografiyani o'rganmasimdan oldin umuman ishlamaganman. Hech qaysi ish qiziq bo'lmagan. Hozir Xudoga shukr, yaxshi, siz sabab. Ko'rishingiz mumkin, haqiqiy o'tsiv. Keyingisi ikkinchi o'quvchim Karimov Bekzod, yoshlari 19 da, Gulistondan. Hozirgi proyekt soni 5 ta va oylik daromadi $1500. O'z jamoasi bor, o'z jamoasiga oylik ham beradilar. Har oy o'z jamoasiga oylik beradi va natijasiga, ya'ni bu natijaga 1 yil davomida erishganlar. Keyingi o'quvchim 3-chi Zokirov Obudxon, yoshlari 19 da, Namanganlik. Hozirgi proyekt soni 2 ta, daromadi esa $1000 ga yaqin. Namangandagi eng taniqli blogerlar bilan hozirda ishlaydi. Xo'p, keyingi 4-chi o'quvchim Yoqubboyev Dilshodbek, yoshlari 22 da, To'rtko'ldan, Zemlak. Hozirgi proyekt sonlari 3 ta va daromadi $500-600 qo'shimcha zakazlar orqali. Endilikda Toshkentda offlayn o'tgan shogirdimning natijasini ko'rsataman. To'rayev Shahriyor, yoshlari 18 da, Toshkentdan. Hozirgi proyekt soni 2 ta, daromadi esa $700. Keyingi o'quvchim Quronboyev Muhiddin, yoshlari 23 da, Xorazmlik. Hozirda o'zimni komandamda ishlaydilar va shaxsiy brend orqali o'z xizmatlarini sotib, oyiga $1000 daromad topadilar. Xo'p, keyingi o'quvchim Ismoilova Mohina, yoshlari 17 da, Toshkentdan. Hozirgi proyekt soni 2 ta va daromadi $400. Nimaga $400 deydigan bo'lsangiz, e'tibor bering, men bitta yozib qo'yganman. Oxirgi potokda o'qigan, kurs tugaganiga 1 oy ham bo'lmadi, uje kurs pulini keyingi oyda chiqazib oladi. Ya'ni mana shu oxirgi, ya'ni 3-potokda o'qigan shogirdim uje $400 daromadga chiqqanlar. Bu juda ham yaxshi natija. Bundan tashqari men juda ham ko'p o'quvchilarim bor, yaxshi natijaga chiqqan, lekin ularning hammasini men sizlarga hozir ko'rsata olmayman. O'shaning uchun ham ko'rishingiz mumkin. Agarda siz
bu natijalarga ishonmasangiz, bu narsalar yolg'on deb o'ylaydigan bo'lsangiz, bu shogirdlarimni, o'quvchilarimni bemalol kontaktlarni sizlarga berishim mumkin. O'zingiz telefon qilib so'rab olsangiz bo'ladi. Bu o'quvchilarim mendan juda ham minnatdor, chunki meni kursim, meni darslarim, meni bilimim orqali ular o'z hayotlarini mana shu soha orqali o'zgartirib yuborishgan. Bu imkoniyat sizda ham bor. Pro mobilografiya 4.0 kursida o'qish imkoniyatingiz bor do'stlar. Siz bu kursda aynan nimaga o'qishingiz kerak? Nima sabab? Men sizlarga hozir buni ozgincha qisqacha ma'lumot berib o'taman. Sizning kursingiz o'zi boshqalardan nimasi bilan ajralib turadi degan savol bo'lishi mumkin hammada. Hozir men sizlarga bu savolga ozgina javob berib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda men o'zimni o'quvchilarimni qo'yaman. Ya'ni menda o'qib chiqqan har bitta o'quvchi bu kursdan rozi bo'lib ketadi. Tepada ko'rgan o'quvchilaringiz va menda o'qigan o'sha 100 tadan ortiq o'quvchilarning hech qaysisi meni kursimda hali norozi bo'lmagan. Nimaga deysizmi? Chunki men har bitta o'quvchi bilan individualniy shug'ullanaman. Ularning har bitta xohishiga e'tibor bilan qarab, ularga darslarni mukammal tarzda o'rgataman. Shuning uchun ham ularning natijaga chiqishi juda ham tez bo'ladi. Men mana shu 5 yil davomida qanaqa ko'nikmalar, qanaqa tajribalar, qanaqa xatolar, har bitta qilgan xatolarim, har bitta qilgan muvaffaqiyatimni men o'zimning kursimda o'quvchilarimga o'rgataman. Faqatgina bu telefonda syom qilish yoki montaj qilish emas. Men hayotiy tajribalarimdan asoslanib dars beraman va shular orqali ham ular men qilgan xatolarimni qilmasdan to'g'ri yo'l qilib yaxshi natijalarga erishish mumkin bo'ladi. Boshqa kurslarda bu narsalar shunchaki dars sifatida o'tiladi. Men esa menga kelgan o'quvchilarni men dars sifatida o'tmayman. Ularni как oilam sifatida o'zimga yaqin olib, ularga bor bilimimni berishga harakat qilaman. Shuning uchun ham hozirgi mana shogirdlarim yaxshi natijalarga erishyapti. Siz bu sohani o'rganmoqchimisiz? Bu soha sizga yoqadimi? Bo'ldi. Siz bu sohani o'rganishingiz kerak. Odamlarning gapiga qarab siz o'z fikringizni o'zgartirmasligingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham men bu mentorligimni qilaman. Aynan o'zgarishni, aynan o'z maqsadlariga erishmoqchi bo'lgan o'quvchilarni men o'z mentorligimga qabul qilaman. Shunchaki bekorchilikdan yoki-da shunchaki qiziqish, shunchaki maqsadi yo'q odamlarni men kursimga qabul qilmayman do'stlar. O'shaning uchun faqatgina ichida o'ti bor, o'rganish xohlaganlarni men shunchaki o'qitaman. Bu videoda darslarda qanaqa mavzular o'tiladi, qanaqa darslar bo'ladi, kursning narxi necha pul bo'ladi aytmayman. Mana shu video ostida men bitta havola qoldiraman, silka. Siz o'sha havolaning ichiga kirib, barcha savollarga to'g'ri va rost javob berishingiz kerak bo'ladi. Va mana shu savollarga to'g'ri javob berganingizdan so'ng, albatta shaxsan o'zim men sizlarga aloqaga chiqaman. Bu kursimda 3 ta moduldan iborat bo'ladi. Birinchisi onlayn tarzda siz viloyatdan bo'lasizmi yoki boshqa joydan, boshqa shahardan bo'lsangiz ham bemalol o'qishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ikkinchi modulimiz bu offline, ya'ni noldan o'rganmoqchi bo'lganlar uchun. Siz bu sohani endi boshlamoqchimisiz? Aynan mana shu ikkinchi modul sizga to'g'ri keladi. Uchinchi modul esa bu level up qilmoqchi bo'lganlar. Ya'ni siz hozirda bu sohada ishlayapsiz, o'rganyapsiz, lekin nimadirda baribir ham xato qilyapsiz. O'zingizni tajribangizni oshirmoqchisiz. Aynan mana shu uchinchi modul sizga to'g'ri keladi. Bu kurs oldingilariga qaraganda 200% innovatsiyalashtirilgan holda darslar tayyorlangan. Har bitta o'quvchi 100% natijaga chiqadi. Men buni kafolatlayman. Agarda men bergan shartlarga chidasangiz. Shaxsan men o'zim bitta narsaga har doim amal qilaman. Men nimadirni maqsad qildim, nimadirga erishmoqchimanmi? O'sha narsaga erishmagunimcha men tinchib va uni ortidan qolmayman. Har doim unga intilaman, maqsad qilaman va harakat qilaman va o'sha narsaga albatta erishaman. Siz hayotda tavakkal qilmasangiz, hech nimaga erisha olmaysiz. No risk, no Ferrari. Kursda ko'rishguncha.